Endi mashinanglar suvda yuradi desam, ishonasizlarmi? To'g'ri eshitdinglar. Mana shu apparat vodorodni generator ekan. Bu Rossiyada ishlab chiqarilar ekan. Haqiqiy original ekan, H2 element degan. Hozir O'zbekistondagi dillarni bizga olib keldilar ko'rsatishga. Bu narsa nima qilib berar ekan? Siz mashinangiz benzinmi, gazmi, propanmi, dizelmi farqi yo'q. Rasxodingizni 20% dan 60% gacha kamaytirib bera olar ekan. Undan tashqari, bu motoringizni mana hamma komplekt bilan birga motoringizni kuchini 30-40% gacha oshirib berar ekan. Motoringiz ot kuchi oshib, ya'ni mashinangizni tortishi ham zo'r bo'lib qolar ekan. Buni qo'ydirganingizdan keyin yana eng zo'r tarafi bu atmosferaga ekologiskiy toza qilib berar ekan mashinangizni. Ya'ni orqasidan chiqazayotgan zararli tutunlar ham yo'q bo'lib ketar ekan. Agar ana stikkerdan o'tolmayotgan bo'lsangiz, bemalol shuni qo'ydirgandan keyin yashil stikker olsangiz ham bo'laverar ekanda. Xullas, vobshe zo'r narsa ekan. Motoringiz umri ham uzayar ekan. Ya'ni xizmat qilib berish muddati uzoqroqqa borar ekan. Motoringiz moy yemaydigan ham bo'lib qolar ekanda. Aynan ana katta motorli mashinalar, inomarkalar yokida, ana katta texnikalarga ham qo'ysa bo'lar ekan. Furalarga, masalan, ekskavatorlarga yoqilg'ini tejab berar ekan, ham motorni kuchaytirib berar ekan. Buni ana hozir tuftalari ham chiqib ketgan ekan, ko'rsatdilar menga. Bu haqiqiy original bo'lar ekan. Ya'ni buni ishlatilgan materiallari eng zo'r materiallardan bo'lar ekan. Batafsil ma'lumot uchun shu O'zbekistondagi dilerlarning nomerlarini qoldirib qo'yaman. Mana shu aka O'zbekistondagi dilerlar ekanlar. Akalar, mana shu videoga like bosib, podдержка qilib qo'yasizlar. Endi O'zbekistonda yangilik qilyapmiz biz. Ustanovka jarayoni, qanaqa benzin tejayapti, qanaqa foydasi borligini o'sha o'zimizning profiliga joylashtirib qo'yamiz. Hammaga rahmat podдержка uchun.